Hurmatli sitrus ishqibozlari, bizni joyimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan. Bizda bir 50 xilda noyob sitrus mevasi ko'chatlarimiz bor. Bir boshdan tanishtirishni boshlaymiz. Masalan, mana qulpinoy sortimiz Qora shahzoda deyiladi. Payvandlangan kivilar, mana ba'zilarida pexua, guava, kofe, marakuya, buni korolevskiy banan, mana bularimiz Turkiyadan kelgan привозной zaytunlar, mana mevalarni ushlab hosillarni beryapti. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaveradilar. Mana ularimiz bor, mana gullab turgan fexva ko'chatlarimiz mana. Bu onkologik rak quritadi, meva beradi. Xudo xolasa sentyabrda oxiriga pishadi bu ko'chatlarimiz. Qolgan ko'chatlarimiz tashqarida. Kivi ko'chatlarimiz bor, bular 20 yasharlik. Kimga ko'chatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu holatda ekiladi. Kiviga salqin, mo'tadil joy kerak, namlikni o'ta yaxshi ko'radi. Mana shuna devorni salqin joylariga eksa bo'ladi. Bular ayoli, o chekkadagi erkagi. Bitta mana italyanskiy привозной shtampli zaytunlarimiz bor. Mana hammasi mevada turibdi. Mana shuna holatda gullaydi. Bu zaytun ko'chatlarimiz, mana fexva ko'chatlarimiz. Bunga opto salqin joyda xohlagan joyingizga ekaverasiz. Bu fexva onkologik rak quritadi mevasi. O'ta yodga to'yimli, yodamarini kuchli meva. Mana bu yerda jimls degan yangi keldi, avatar uzunga o'xshaydi. -30 gradusga chidaydi. Yurakni o'ta baquvvat qiladi, xolesterinni yo'qotadi. Xo'sh, insultni oldini oladi. Google'ga kirib, jimls deb yozsa bemalol chiqaveradi istoriyasi. Yurak quvvati deydi Xitoyda. Bu kofe bor, Turkiyadan kelgan. Cheklanmagan miqdorda dastavkalari bor. Mana behijolat O'zbekistonda hosil beraveradi. To'yda turib. Kofelarimiz 3 yilda hosilga kiradi. Mushmullar bor. Yapon suvi mana shu holatda bo'ladi. Dekabr oyida gullaydi. Iyunda mevasi pishadi.